Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. 2026 yil sizning pensiya ta'minotingizga bevosita ta'sir qiluvchi tub o'zgarishlar bilan kirib keladi. Bu shunchaki yangilik emas, balki har birimizni, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki hozirda pensiyada bo'lganlarni ogoh etish kerak bo'lgan fakt. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir detal sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qancha ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgaryapti? Uzoq yillar davomida pensiya hisoblash tizimi asosan qog'oz hujjatlarga, ya'ni mehnat daftarchalariga va tashkilotlarning arxiv ma'lumotlariga asoslanib keldi. Bu tizim o'zining kamchiliklariga ega edi. Hujjatlarni yo'qotish, arxivlardagi ma'lumotlarning aniq emasligi, hisob kitoblardagi xatolar va boshqalar. Odamlar ko'pincha pensiya yoshiga yetganda, ba'zan esa hatto undan keyin ham muammolarga duch kelishardi. Masalan, biror korxona tugatilgan bo'lsa, u yerdagi stajni tasdiqlash uchun ko'p vaqt va asab sarflashga to'g'ri kelardi. Ba'zan yillar davomida ishlagan staj tasdiqlanmay qolishi natijasida pensiya miqdori keskin kamayib ketardi. Bu esa adolatni buzadigan va fuqarolarimizning haqli dam olish huquqiga putur yetkazadigan holatlar edi. Biroq 2026 yildan boshlab bu holat tubdan o'zgaradi. Davlat pensiya ta'minoti tizimi to'liq raqamlashtirish bosqichiga o'tmoqda. Bu degani sizning butun mehnat stajingiz, barcha ish joylaringiz, ajratilgan ijtimoiy to'lovlar elektron bazaga kiritilishi shart bo'ladi. Hukumat tomonidan belgilangan muddatga ko'ra 2026 yilga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining barcha mehnat staji, ish haqi va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqidagi ma'lumotlar to'liq raqamli shaklga o'tkaziladi. Bu jarayonning asosiy maqsadi pensiya tizimini shaffof, adolatli va tezkor qilishdan iborat. Endi inson omili ta'siri kamayadi, ma'lumotlar bir tizimda jamlanadi va pensiya tayinlash jarayoni ancha soddalashadi. Ammo eng muhimi, bu jarayon faqatgina davlatning zimmasida emas, balki sizning ham faol ishtirokingizni talab qiladi. Ya'ni agar siz o'z ma'lumotlaringizni 2026 yilgacha tekshirib tasdiqlatmasangiz, kelajakda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi ma'lumotlar shunchaki yo'qolib qolishi xavfi bor va buning oqibati pensiya miqdorining kamayishi yoki hatto pensiya tayinlash muddati kechikishi bo'lishi mumkin. Bu jarayon shu qadar muhimki, u nafaqat hozirgi, balki kelajakdagi barcha pensionerlarga taalluqlidir. Nima bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Bu yangi tizimni tushunish uchun sizga bir necha muhim narsalarni aytib beraman. Birinchidan, endilikda sizning pensiya stajingiz faqatgina mehnat daftarchasiga yozilgan yozuvlar bilan emas, balki pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy badallar asosida tasdiqlanadi. Agar siz mehnat daftarchasida yozilgan, ammo pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmagan davrlarda ishlagan bo'lsangiz, bu staj hisobga olinmasligi xavfi bor. Ikkinchidan, 2026 yilgacha sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa mehnat stajingizni va ish shaklingizni tekshirib, mavjud elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtirishingiz kerak. Agar nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni tuzatish uchun hozirdan harakat qilishingiz zarur. Kimlar xavotir olishi kerak? Aslida barcha fuqarolar, ayniqsa 1990 yillargacha va undan keyingi o'tish davrida ishlaganlar juda diqqatli bo'lishlari shart. Misol 1, Maryam opa 25 yoshda. U 1900 takvimiy yildan 2000 yilgacha davlatga qarashli yirik zavodda ishlagan. So'ngra 2000 yildan 2010 yilgacha xususiy korxonada faoliyat yuritgan. Afsuski, xususiy korxona 2015 yilda bankrot bo'lib tugatilgan. Zavoddagi ishi uning mehnat daftarchasida yozilgan va ehtimol pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida ham mavjud. Biroq xususiy korxonada ishlagan davri haqidagi ma'lumotlar raqamli bazaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Sababi o'sha yillarda ko'plab xususiy korxonalar hujjatlarni to'g'ri yuritmasligi yoki pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmasligi kuzatilgan. Maryam opaning bu 10 yillik staji yo'qolib qolishi mumkin. Tasavvur qiling, uning umumiy staji 30 yil bo'lib, shundan 10 yili hisobga olinmasa, uning pensiya miqdori sezilarli darajada kamayadi. Agar u ayollar uchun belgilangan minimal staj 20 yildan kamayib ketsa, hatto umuman pensiya olish huquqini yo'qotishi yoki minimal pensiya miqdoriga tushib qolishi ham mumkin.
Maryam opaga hozirdan o'sha xususiy korxona haqidagi mavjud hujjatlarni mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish va bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar yig'ib, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va bu davrni tasdiqlatishi shart. Agar korxona arxivi mavjud bo'lmasa, sud orqali stajni tasdiqlatishga to'g'ri keladi. Bu esa juda murakkab va uzoq jarayon. Misol 2, Alisher aka 60 yoshda. U 1975 yildan 1995 yilgacha kolxozda ishlagan. So'ngra 1995 yildan 2010 yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib faoliyat yuritgan. Kolxoz davridagi staji deyarli muammosi elektron bazaga kiritilgan bo'lishi mumkin, chunki u davlat nazoratidagi tashkilot edi. Ammo yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati davrida u soliq to'lagan bo'lsa-da, har doim ham pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'z vaqtida yoki to'liq amalga oshirmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan tadbirkorlar o'zlarining shaxsiy hissa badallarini to'lashni unutib qo'yishadi yoki bu haqda yetarli ma'lumotga ega bo'lmaydilar. Natijada uning tadbirkorlik faoliyat davridagi 15 yillik staji pensiya jamg'armasi bazasida to'liq aks etmasligi mumkin. Bu esa Alisher akaning pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatadi. Uning kolxozdagi staji 20 yilni tashkil etgan bo'lsa, tadbirkorlik davri hisobga olinmasa, u kamaygan pensiyaga ega bo'ladi. Uning uchun yechim soliq organlaridan o'sha davrdagi daromad solig'i to'lovlari haqida ma'lumotnoma olish va pensiya jamg'armasiga taqdim etish. Agar ijtimoiy badallar to'lanmagan bo'lsa, ularni hisoblash va to'lash orqali stajni tiklash imkoniyatini ko'rib chiqish kerak. Bu tadbirkorlar uchun dolzarb muammo. Misol 3, Nodira 3 yoshda. U 2001 yildan beri rasmiy ravishda elektron mehnat daftarchasi asosida ishlaydi. Uning barcha ish joylari va ish haqi ma'lumotlari deyarli to'liq raqamli bazada aks etgan. Uning uchun xavotirlar kamroq. Chunki uning butun mehnat faoliyati zamonaviy raqamli tizimlar orqali qayd etiladi va pensiya jamg'armasiga badallar avtomatik tarzda tushib boradi. Shu sababli uning staji bilan bog'liq muammolar deyarli yuzaga kelmaydi. Biroq shunga qaramay, Nodira ham o'zining shaxsiy kabinetidagi ma'lumotlarni vaqti bilan tekshirib turishi, barcha ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishi zarur. Chunki har qanday texnik nosozlik yoki inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolar har kimda bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Asosan 2010 yildan keyin mehnat faoliyatini boshlagan va doimiy ravishda rasmiy elektron ro'yxatdan o'tgan korxonalarda ishlagan yosh mutaxassislar uchun bu qoidalar kamroq ta'sir qiladi. Ularning mehnat staji va badallari zamonaviy elektron tizimlar orqali avtomatik tarzda qayd etiladi. Biroq yuqorida aytganimdek, ularga ham davriy tekshiruvlar tavsiya etiladi. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar, bu yangi tizimda bir qator istisnolar va diqqat qilish kerak bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish kelajakda kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun juda muhimdir. Istisnolar. Pensiya stajini hisoblashda ba'zi davrlar, garchi to'g'ridan-to'g'ri ish faoliyati hisoblanmasa ham, stajga qo'shilishi mumkin. Bularga quyidagilar kiradi. 1. Harbiy xizmat davri. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari safidagi xizmat davri pensiya stajiga to'liq qo'shiladi. Agar siz harbiy biletni yo'qotgan bo'lsangiz, Mudofaa vazirligi arxivlaridan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. 2. Bolani parvarishlash ta'tilida bo'lish davri. Ayollar uchun bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan vaqt har bir bola uchun 3 yilgacha, jami 6 yilgacha pensiya stajiga qo'shiladi. Bu davrni tasdiqlash uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va ish joyidan tegishli buyruqlar asos bo'ladi. O'tay, nogironlik nafaqasi olgan davrlar mehnat faoliyati davrida nogiron bo'lib, nafaqa olgan shaxslarning ushbu davri ham stajga hisoblanishi mumkin. Bu tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi bilan tasdiqlanadi. 4. Oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'limda o'qigan davr. Ba'zi holatlarda pensiya qonunchiligiga ko'ra oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qigan davr ham pensiya stajiga hisoblanishi mumkin. Bunda diplom yoki ta'lim muassasasidan olingan ma'lumotnoma asos bo'ladi. Biroq bu har doim ham avtomatik hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni alohida tasdiqlatish lozim. Tuzoqlar. Siz kutmagan muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. 1. Ish beruvchi yo'qolgan bo'lsa. Agar siz ilgari ishlagan korxona tugatilgan, bankrot bo'lgan yoki joylashgan joyi o'zgargan bo'lsa, undan ma'lumotnoma olish juda qiyin bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda viloyat yoki shahar arxivlariga murojaat qilish, sud orqali stajni tasdiqlash yoki guvohlar ko'rsatmalari asosida
stajni tiklashga harakat qilish kerak bo'ladi. Bu uzoq va murakkab jarayon bo'lib, imkon qadar 2026 yilgacha yakunlashga harakat qilish lozim. 2. Qog'oz hujjatlardagi nomuvofiqliklar mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan tashkilot arxivlaridagi ma'lumotlar o'rtasida farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, ishga qabul qilish sanasi noto'g'ri yozilgan, lavozim nomi xato ko'rsatilgan yoki muhri aniq bo'lmagan holatlar uchraydi. Bunday xatolar pensiya hisoblashda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Har bir bunday xatoni to'g'rilash uchun qo'shimcha hujjatlar, buyruqlar nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar talab qilinadi. 3. Ism, familiya yoki pasport ma'lumotlarining o'zgarishi, nikoh tufayli familiyasini o'zgartirgan ayollar yoki pasport ma'lumotlari o'zgargan shaxslar, yangi va eski ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishlari kerak. Masalan, nikoh guvohnomasi, nikohni bekor qilish guvohnomasi. Aks holda elektron bazadagi ma'lumotlar bilan shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi sababli staj hisobga olinmasligi mumkin. 4. Chet elda ishlagan davr. Agar siz chet elda rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz, bu davrni O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu ikki davlat o'rtasidagi ijtimoiy ta'minot shartnomalariga bog'liq. Hozirda ko'plab davlatlar bilan bunday shartnomalar mavjud emas. Shuning uchun chet eldagi stajni tasdiqlash uchun xorijdagi ish beruvchidan olingan hujjatlar, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar va tegishli apostil yoki legalizatsiyadan o'tgan hujjatlar talab etiladi. Bu jarayon juda murakkab va har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Noaniq nuanslar. Tizimda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ba'zi jihatlar mavjud. 1. Mehnat staji va sug'urta staji o'rtasidagi farq. Avvallari faqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida mehnat staji hisoblangan bo'lsa, hozirda sug'urta staji tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta staji bu pensiya jamg'armasiga majburiy badallar to'langan davr. Agar mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, badallar to'lanmagan bo'lsa, bu davr sug'urta stajiga kirmasligi mumkin. Yangi qoidalarga ko'ra pensiya tayinlashda aynan sug'urta staji hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababli har bir ish beruvchi tomonidan siz uchun pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilganiga ishonch hosil qilish juda muhim. 2. Minimal ish haqi ta'siri. Ba'zi davrlarda ish haqingiz minimal miqdorda ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu pensiya hisob kitoblariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Chunki pensiya miqdori asosan sizning ish haqingiz miqdoriga bog'liq. Agar siz yuqori maosh olgan, ammo rasmiy hujjatlarda minimal ish haqi ko'rsatilgan davrlar bo'lsa, bu ham muammoga aylanishi mumkin. Bu holat ayniqsa xususiy sektorda ishlaganlar orasida ko'p uchraydi. Bu masalada sizda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar yoki bank ko'chirmalari bo'lsa, ularni tasdiqlash uchun foydalanishingiz mumkin. O't, mavsumiy pudrat asosidagi ishlar. Mavsumiy ishlar yoki pudrat shartnomalari asosida bajarilgan ishlar stajga qanday hisoblanadi? Bu turdagi ishlarda ham pensiya jamg'armasiga badallar o'z vaqtida va to'g'ri to'langanligini tekshirish lozim. Agar shartnomalarda aniq muddatlar ko'rsatilgan bo'lsa, ular asosida staj hisoblanadi. Badallar to'lanmagan bo'lsa, staj hisoblanmasligi mumkin. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. 2026 yildagi fakt oldida turmaslik uchun hozirda qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Bu qadamlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Birinchi qadam, o'z mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni olish va tekshirish. Hozirdayoq davlat xizmatlari markazlari DXM orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Go.uz veb-sayti orqali o'z elektron mehnat daftarchangiz yoki mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni oling. Bu xizmatlar orqali sizning mehnat faoliyatingiz, ish joylaringiz va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqidagi elektron bazadagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu ma'lumotlarni yuklab olish yoki chop etish mumkin. Ikkinchi qadam. Ma'lumotlarni qog'oz hujjatlar bilan solishtiring. Elektron bazadan olgan ma'lumotlaringizni o'zingizdagi barcha qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlarning nusxalari, mehnat shartnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, xizmat guvohnomalari, harbiy biletlar va oliy ta'lim diplomlari bilan sinchkovlik bilan solishtiring. Har bir ish joyi, har bir ishga kirgan va chiqqan sana, lavozimingiz va eng muhimi ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, xatolar yoki ma'lumotlar yetishmasligi aniqlansa, ularni darhol belgilab oling.
masalan mehnat daftarchasida yozilgan, ammo elektron bazada ko'rsatilmagan davrlar bo'lsa, bu alohida e'tiborga molik. Uchinchi qadam nomuvofiqliklarni bartaraf etish uchun hujjatlarni yig'ish. Agar sizda elektron bazadagi ma'lumotlar bilan qog'oz hujjatlar o'rtasida farqlar aniqlansa, siz bu farqlarni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Bularga quyidagilar kirishi mumkin. Ishga qabul qilish va bo'shatish to'g'risidagi buyruqlarning asl nusxalari yoki tasdiqlangan nusxalari. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar pensiya jamg'armasiga to'lovlar haqidagi ma'lumotlar elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lsa, arxivlardan olingan ma'lumotnomalar. Agar korxona tugatilgan yoki yo'q bo'lsa, mehnat shartnomalari, shaxsiy guvohlar ko'rsatmasi faqat sud orqali stajni tasdiqlashda ishlatilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, familiya o'zgargan yoki bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan ayollar uchun. Harbiy xizmat guvohnomasi, o'quv yurtini tugatganlik to'g'risidagi diplom, 4-qadam. Tegishli organlarga murojaat qilish. Barcha zarur hujjatlarni yig'ib bo'lganingizdan so'ng, siz quyidagi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Agar sizda mehnat stajingiz yoki ish haqingiz bo'yicha elektron bazadagi ma'lumotlar bilan bog'liq aniq savollar yoki nomuvofiqliklar bo'lsa, bevosita pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlariga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqishadi va qanday yo'l tutish kerakligini maslahat berishadi. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali ham siz pensiya jamg'armasi bilan bog'liq xizmatlarni olishingiz, murojaatlar yuborishingiz va hujjatlarni topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa arxiv ma'lumotlarini olishda qulay bo'lishi mumkin. Korxona yoki tashkilot arxivi. Agar siz ishlagan korxona hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bevosita uning kadrlar bo'limi yoki arxivga murojaat qiling va o'zingizga kerakli ma'lumotnomalarni oling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tegishli davlat arxivlariga murojaat qilish kerak. Bu haqida DXM orqali ham ma'lumot olish mumkin. 5-qadam, murojaatni to'g'ri yozish. Pensiya jamg'armasiga yoki boshqa tegishli organga murojaat qilayotganda arizangizni aniq va tushunarli qilib yozing. Murojaatingizda quyidagilarni ko'rsating. FISH, pasport ma'lumotlari va aloqa telefon raqamingiz. Qaysi davrdagi mehnat stajingiz yoki ish haqingiz bo'yicha muammo borligini aniq ko'rsating. Mavjud nomuvofiqliklar, masalan, elektron bazada yillik staj yo'q, lekin mehnat daftarchamda bor haqida yozing. Vaziyatni tasdiqlovchi barcha ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini kiriting. Mehnat daftarchasi nusxasi, buyruqlar, ma'lumotnomalar va hokazo. O'z stajingizni to'liq elektron bazaga kiritishni va tasdiqlashni so'rang. 6-qadam, jarayonni kuzatib boring va muddatlarga rioya qiling. Murojaatingizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish jarayoni kuzatib boring. Murojaatlarni ko'rib chiqishning belgilangan muddatlari mavjud. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki rad javobi berilsa, ushbu rad javobini asosli deb hisoblamasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi pensiya jamg'armasiga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Eng muhimi, bu jarayonni hozirdan 2026 yilgacha boshlashingiz kerak. Muddat juda yaqin. Uni o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik muammolarni hal qilish ancha qiyinlashadi. Chunki 2026 yildan so'ng raqamli ma'lumotlar yakuniy deb qabul qilinishi mumkin. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq, aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan pensiya ta'minotingizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. 2026 yil pensiya tizimida raqamlashtirishning yangi bosqichini boshlaydi va bu sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. Shuning uchun esda tuting. O'z mehnat stajingiz va pensiya jamg'armasiga to'langan badallar haqidagi ma'lumotlarni shaxsan tekshirish, nomuvofiqliklarni aniqlash va ularni 2026 yilgacha bartaraf etish bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Erta harakat qilish keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan qochishga yordam beradi. Bu ma'lumotni o'z oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Ayniqsa, keksa yoshdagi internetdan unchalik faol foydalanmaydigan insonlarga yetkazish juda muhim. Ular bu haqida bilmasligi mumkin. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Sizning holatingizda qanday muammolar bor? Qaysi davrda stajingiz hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkinligini yozing.
Biz har bir izoni o'qib chiqamiz va keyingi videolarimizda bu ma'lumotlardan foydalanamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.